Unda Voy, o'zi zo'rg'a turgan ekanda nima sikat bo'pti? xotinimning bosh kechasi bo'lib qopti. Bosh kechasi emas, qorong'i. Bor turib qara. Nima qilging kelyapti? Nima qilging kelyapti? Aytma. Yo'q, yemayman. Men Afruzan ana qo'shiqni eshitgim kelyapti, ko'ra olmaslar ko'rib qo'ysin degan. Bo'ldi, mana televizorda qo'yib beraman. Yo'q, men shu eshitgim kelyapti, o'zi kelsin. Jon aka, nech pul desangiz beraman. Kelib beringlar endi Behruz aka, bolam uchun, o'zim uchun emas. Rahmat kelganingiz uchun, bolamiz uchun qani marhamat, eshit. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. To'xtang. Jan, Jivoy aytib bersin, bir satlar bitib shertib aytib bersin. Endi sal shunaqa Jivoy aytyapti, jinni. Shertib aytsin. Qarang, siz meni bolam puchuq bo'lishini xohlamaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q. Unda bir narsa chalib aytib bering, endi ishonmayapti-da. Mayli. Rahmat. Voy, ishlayotgan. Ishlaydi. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Jan, qandaydir bir bo'rtilib bo'lyapti-da, betanisday bo'lyaptir. Sen qandoshing emas bu, begona san'atkor. Qasimda o'tirib, do'stimday bo'lib aytib bersin. Iltimos, sal qo'shib beraman-da. Yo'q, gap pulida emas. Bolam uchun. Mayli. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Jan. Qasimda o'tiribdi-da, bari betanisday-ku. O'zim tilimda qaralpoqshada aytib bersin. Voy, bu senga telefon kompaniyasi emas, qoraqalpoq tilini tanlash uchun ikkini bosing deydigan. Xohlasang anjancha aytib bersinmi? Ich qoralar ajab bo'lsin, bunday oshiq, voshim yo'q deb, a? Bilmayman-ku qara. Qanaqa bo'ladi? Aytchi. Ko'ra olmaslar ko'rib qo'ysin bunday muhabbat hech kimda yo'q. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday muhabbat hech kimda yo'q. Yulduz to'la tunlar aytsin bunday suluv dunyoda yo'q. To'xtang. Keling ikkomiz birga uylarni astirib, shanglarni olib yurib aytamiz. Dedilar? Birga mana shu uyda yashagandek maytlarni artib, tozalab, birga qo'shiq aytaylik deyapti. Balkim so'z qilib birga yetarmiz. Ketdik. Yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, eson-omon qutulib oling, xo'p? Mayli, men ketdim, uzr. Kibr. O'g'ilmi, qizmi? Bo'ri o'tib ekan. Nima ekan ayting? Shunchaki qorinlaridan bo'lgan ekan. Voy, qorningdan bo'lganiga shuncha vahima qildingmi?